Voydoat bo'ldi tezkor chaqiramiz, undoq qilamiz. Yana qilsan, o'zingni yig'ishtirib ol, undan battar o'zingizni boshqara olmay, o'zingizni nazorat qila olmay. Siz yaqiningiz o'tkir krizis holatini yashab o'tayotgan paytida deylik, uni o'sha mazasi qochyapti, unda vahima xurujlari demak sodir bo'lyapti, misol uchun qaytarilyapti, o'zini nihoyat o'tkir yomon his qilayotgan paytda avvalambor sizdan xotirjamlik talab qilinadi. Sizni yaqiningizda vahima xuruji bo'lyapti, panika atakasi bo'lyapti, siz undan battar o'zingizni boshqara olmay, o'zingizni nazorat qila olmay, yoki o'zingizni vahima qiladigan bo'lsangiz, yoki siz agressiya qiladigan bo'lsangiz, yana qilsan, o'zingni yig'ishtirib ol, undoq qil, bundoq qil kabi demak agressiya qilinadigan bo'lsa, bu yana qaytaram insonning holatini, vaziyatini og'irlashtirib ketib qolishiga sababchi bo'ladi. Inson yashab o'tayotgan shu vahima xurujlari, shu emotsional krizis holatlari bu og'ir holat, bu yoqimsiz holat. Bu yerda inson haqiqatdan nihoyat qiynaladi. Lekin bu narsani hisobida natijasida inson o'lib netib, inson bilan juda ham qanaqadir dahshatli yomon holat vaziyat sodir bo'lib qolmaydi. Insonni misol uchun vahima xurujlari hayoti uchun xavfli hisoblanmaydi. Prosta insonni yashab o'tishi uchun og'ir va qiyin hisoblanadi. Shu sababli bunaqa panika qilib, uni oldidan siz qo'rqib ketib, voydoat bo'ldi tezkor chaqiramiz, undoq qilamiz, mana buni ich, undoq qil degan holatda vahima qilib tashlash kerak emas. Birinchi o'rinda sizni xotirjamligingiz, sizni xotirjam, spokойный xatti-harakat qilishingiz sizni ikkinchi odam o'zini ko'rishi ham uni qaysidir ma'noda demak tinchlanishiga yordam beradi.